Hürmetli televizyon hazır görüvatkanlar Şinjan Televiziya Stansiya Xuyu Medeniyet Taqı şirketi ve şundaqla Şinjan Elbilar Medeniyet Media Çeklik şirketi birleşip yeniden yolu koygan notuq sözleş karakterdeki programma ular şundaq deydi. Biz bu programda her saha her kesipte tirişip izinlavatkan yaşlı ve netice kazangan şahslarni teklif kılıp ularninki turmuş qarashlari ve ideyalar bilan ortaqlaşımız. Sizlar ko'rayotgan bu sumbatliq yigit bel yuksak g'oya, sulmas iroda, to'xtovsiz tirishchanlik bilan o'z go'zalligini namoyon qilayotgan umidli yosh model Shavkat Olim. Amsa biz mushu modelchilik sohasida izchil tirishayotgan, shundaqla Jungu model musobaqasida kumush medal olgan yosh Shavkat Olimni taklif qilamiz. Qani marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum ko'pchilik. Bugun mush fursatdan foydalanib sizlar bilan yuz ko'rishganim men to'y xushalman. Menimcha sen tamoqni bek jiqmaysan deyman. Tamoqim jiq. Tamoqni jiq. Bir kun 4-5 vaq. 4-5 vaq. Ben şu vaq yapmışlar semir gitmende asli. Tanarkat yo'q-da. Tanarkat yo'q. Sizde tanarkat bek jiq shunda mı? Bek jiq. Azroq berib tursangiz bo'ladi men tanarkat. Ma'qul. Qaraganda şu dadang doğrapsın-da. İşkelisine. Her işkilisi igiz. Igiz. Boyunuz qanchalik? 1.86. 86. Modelchilik degan gapni anglab sal hayron qoldim, lekin bekma hayron qoldim, ha. Chunki bizdan modellar chiqayotgan nihoyat uzun bo'ldi. 10 necha yillarning oldida bizdan nurg'ulg'an yosh modellar chiqib, Jungo'ningki sahnalariga chiqib nurg'un inkas qo'zg'adi, ha. Bu kasbdan shug'ullanib qancha bo'ldi? Menga bir 12 yil bo'ldi. 12 yil. Demek siz o'qishmagan faoliyatlarda, o'qishmagan so'rovlarda model bo'lsangiz, shundami? To'g'ri. Model mengish tasmi? Model mengish bizga nisbatan o'rganguchi bo'lsak, bizga tas emas. Odatga odam bo'lsa tas bo'ldi. Buningda bu model bo'laman deb model bo'la olmaydi. Masalan, sakni model desak, sizga bir muzikani qo'yib bersa, buning bir muzika ritm bo'ldi. Shuningga tushirib dastlab mansangiz, shunda mag'rur bir xil mansizda. Yana birsi, shu qanday kiyim kiydiz, shu kiyimning hissiyotini, madaniyatini ifodalab bergancha siz haqiqiy yaxshi model bo'lasiz. Endi bu yerdagi yana bir qiyin nuqta. Baydingiz 10 necha yil bo'ldi dedingiz, ha? Demak, siz shu kasbga tayinib hozir yashayapsiz. Yani Beijing'de yaşarsınız şunda mı? Evet, doğru. Bu kasbga davomli uzun yaşaş, bu kasbga tayinib uzun yaşaş. Texmi qiyin bir nuqta deyman, ha? Ba'zan yosh bolalar bor, azroq japotasalam bo'ldilar, uy qaytdi, yo bo'lmasa boshqa kasb qilay deb. Bu kasbni qo'ldan ketkizib deb yo bo'lmasa qilmay boshqa kasb qildiganlar bor, lekin siz haqiqiy bir kasbni yaxshi ko'rdingizmi? Çoqqum muşu nishash uchun çoqqum tirishib, mayli qanchalik jafo tasangizmi, jafo chekdim demay. Biz masalan o'zimni aytsam, men bir o'g'am bola. Ham bu Şinjan'da emas, men boshqa yoqqa yurtda mush kasbni qilyapman. Lekin men bu yerga shu savol keldida, men nima qilib keldim? Birinchisi. Bu yerga men o'ynamdim, yo pul topamdim. Men agar buni qilmay ketsam, o'zimga yuz kelmayman, ham o'zimning millatiga, ham ota-onamga yuz kelmayman. Nimishqa sen bu yerdan tanlanib boshqa yurtga bording? O'zimizga medet nim qilib, men cho'qqim shunda natija qazanaman degan niyat bilan cho'qqim tirishib. Meningcha shunday o'qishmagan kasbdan o'qishmagan bolalarning chiqibdig'ini intayin muhim. Yana birisi qat'iy davomlashtirish intayin muhim. Xo'sh, unda bo'lsa, hozirgi navbat bo'yicha siz bir nutq so'zlaysiz, ha? Bo'ldi. Nutqingizning temisi, ya'ni tushkunlik va uyg'onish, shundami? To'g'ri.
Anda olsa sahne sizge kaldı. Bir notuk söylep öňämse. Oldu, rahmat aka. Assalamu alaykum. Köpçülük. Ben şu Beyjan'da toğulu uzak yıl oldu. Yani azırak temtirdim hem de. Bazen çönmeye olsa sizler keçirsizler. Şu küçük vaqtimda 7-8 yaş vaqtim. Şu vaqtda bir kallamni o'ylab oldi. Yangi kiyimlarni olib bersa, tizlarini kesitib, yo bo'lmasa unda bir nimesini kesitib, ashtaq yuradim. Haqdan alayda yursam debchi, hammasi menga qarasa degandek bir xil. O vaqtda şu Michael Jackson olsun oynaytımda endi. Şundan qiziqqan. Andan keyin o vaqtlarda apam qanday ishdan sirtqi faoliyatlar qatnashib, naqsh etib, şu model menga uydardim bu yerda mustaq musobaqa qilganda yoqqa. Doim meni evoltida. Evolgandan keyin men berib hamda sakning pastda o'tirib o apam shunda payz kiyimlarni kiyib, shunda bir xil payz musiqalarni qo'yib bersimda mangsa uy ajab payz kama hammasi bir xil voy deb kasibik ajab ashta bir xil ganjon bek yaxshi ko'rdimda. Şunu asasda o'zimga o'y kirib qoldi, apa men mustaq bo'lsam bo'lamo degandek. Bundan keyin apam buldi o'rgansam ben bir ma'lum bor shuni qishqa turib qo'yay dedim. Ma'qul deb bu yerda naq 2 yil o'rgandimda. Shunda yaxshi. Men darsga inib bordimda yerga. O model kasbidagi dars tugisa, men uy ketmay, anadagi shu ma'lumni qishq berib, ma'lum men bunda yerim bo'lmamdi, anda yerim bo'lmamdi, qanday ma'nsam bo'ldi. İşte deb shu ma'lumni ko'zi kirishib o'rgangan. Shuninglar shu orliqida shu o'zimizning maktabiniki kichik bir musobaqaga qatnashdim. O vaqtda kichik 17-18 yoshmi? Onun üstüne ben oruq. O vaqtda musobaqani aniqligini tuzuk tushunmagan ekan, beriblam. Qanda o'rgangan payt shunda ma'lum. Ondan keyin tanlayolmadim-da. Musobaqa o'tib bir shikaydan keyin shuni opam meni bir tarbiya qilib qoldi. Bolam sen kichik, yosh, fursat degan jeb. Sen yana bir tirishsang bo'lmamdi deb. Buldi apa. Vaqtimda o'ynagan bilan bek gap anglayman mencha. Ma'qul apa deb yana o'rgandim. Shuningdan onun yoq 2 yil vaqt o'tdi. Ondan keyin ikkinchi musobaqa shu CCTV Royan Deyishtayniki bir musobaqasi bor. Model musobaqasi. Shuna qatnashdim. Onda shu 10 ishchi kirgan. 10 ishchi kirib, shuningdan yaxshi qila oladigan o'xshayman degan o'y kirdim. Shuningdan o vaqtda musobaqa tugadi, oraliqda hamda kichik faoliyatlar qatnashib 50 qo'ydan, 30 qo'ydan, ya bo'lmasa 60 qo'ydan, 80 qo'ydan işte bir mayda o'yin qo'ysak işte berdi. Turmush pulamni o'zim tepib, işte qilgan 2 yil ishladimda. Nimish qilsa degan chog'da qanday naq bir tordek narsa bor. Ashuni ustiga krem bilan ko'mani to'kib turdi. Men tishan bor, tishan tutib, ustidagi toshlarni teritib. Bir ishilsak 2 soat shu nimani taqab, do'ppilarni kiyib, poypoq degan bir shayga tatib, kelsakmi o'tib ketdi-da, shuni qovib qarolab degan. Men o ishni qilib cho'qqima boshqa faoliyatga bormasam bo'lmaydi. Ama şu burunun tüşükleri, şu közünün bir şeylerle bir xilal nimsiz olganda ko'p ketdimda, onu jüp degan fizoflar jüp chiqarmaydim. Ashta qilib, shuni ondan keyin shu musobaqa faoliyat qilgan yoqqa texmo kirishib, u kasb texmo yaxshi ko'rib, bu yaxshi ekan. Uning ustiga o'zimning mijozi bizalik nimamdi. Boshqalar meni bek boshqarib, bir xil bo'lib qolmadi. Shuni idarada ishlab, shuni o boshliq sen yaxshi ishlagan bormi yo'qmi dedi. Bor dedim. Sen mishta ishlamsa dedim. Shu faoliyat olib qolgandi debdim qilsam. Bo'ldi, sen shu faoliyatni qil, bu yerda ishlama deb chiqaribdi. Uydagilar bolam sen buni qilsang bo'lmaydi, pulni yig'sang bo'ladi deb. Bu shu 100 qo'y, 200 qo'y, 300 qo'y uchun men ota-onam bilan so'qishib ketgan. Lekin hozir o'ylsam bir xil ishim o'zimga nafratlanaman-da. Isimni qilishcha shu opam bor, dadam bor, ishimiz o'tadi. Şunu dadam gapni boshlab qoldi-da. Bolam sen nimishga yaxshi ishlamaysan? Bizni işte qaqshatmisan olmamdi dedi. Dadam ko'zi chiqib ketdi-chu. Biz o'g'on bolalar asan unda
ko'z ish qilsak bo'lmaydi asli. Şoň bek egir kep ketdi bu. Ha, asli men bir oğal bo'lganligim uchun bundaq o lingirtaqtaq yursam bo'lmag'dak men cho'qqim bir ishning uchun tutib, cho'qqim natija qazanmasam bo'lmaydi degan niyat keldim. Shundan keyin orliqda og'aylarimdan xabardor bo'lib, yana bir mushu CCTV'ning musoqasi bor deb ma'qul. Buningga yana bir tayyorlik baqay. Ondan keyin badan chiniqtirish markaziga berib 2 oydak mashq qildim. 2 oydan keyin musoq boshlanib ketdi. Ondan keyin mushu Şinjan bo'yicha 3-yillikka erishdim. Bizni mushu Şinjan tarafdan Beyjingga mamlakat bo'yicha musoqa o'tdi. Beyjingda 3 oy turdik. 300 odamning ichidan tanlanib 60 odam bo'ldik. Qizlar 30, o'g'illar 30. Mush orliqda shuni his qildimki, qilib siz bir ishni qilaman desangiz, mayli qancha jafo tarsangizmi, o'zingizni qo'yib etmang. Cho'qqim tishingizni tishlab, jafo tarsangizmi, olg'a besib qilsangiz cho'qqim halovatni ko'rasiz. Andan keyin bu musobaqada rahmat. Andan keyin musobaqa boshlandi. Shu musobaqada bu musobaqa jami 15 maydon. Bu 10 maydon shunda g'alabalik holat o'tib ketdimda. Qattiq ishonch o'zimda. 10 maydondan keyin sekinda azroq sho'xlik qilib qo'ydim mencha. Menga yetiblam. Qiliq chiqarib. Shundan bu ma'lumlar qoldi-da. Shon men bo'lgandan keyin tutsam bir ma'lum kelib, sen mushundan bo'lsang, sen birinchilikni ola olamsan dedi. Bir xil egri kelib ketdi-da, bir xil yaratmagandek. Men gaqimay turdim. Shundan shu vaqtida gul taqayti, oq gul. Ikkinchi taqsangiz siz musobaqada qatnasha olmaysiz, chiqdisiz. Menga birini taqab qo'ydi. Shundan boshlab ikkinchi maydon kelgan chaqda o'zimni ruslab yana shu boshqa turdagi musobaqalar qatnashdim. Endi demoqchi bo'lganim endi biz yoshlar endi azroq natija erishiblar, o'zimizni kimligini, sinfimizni unutib qolsak bo'lmaydi ekan. Cho'qqim kichik pel. Siz kichik pel bo'lgan chog'da siz cho'ng ishlarni shu gap so'z yo'q hal qilasiz. Eng oxirgi bosqichga kelgan chog'da shu meni shu 60 odamning butun mamlakat bo'yicha 5-yillikka kirgizdi. Andan keyin shu ekranga yaxshi chiqish modul mukofotisimi ashunga tanlandim. Shu kuni kechdilar bizga bir ziyofat o'tkazib berdi-da. U vaqtda hozircha tuzuk uqmayman. Uqman, lekin alaqanday imkos pek ostida. Mustaqillik shirkatlardan telefon qilib, sen bek unday kelsa, bunday kelsa, biz kino ishlaymiz, ya bo'lmasa naqsha, artist degandek. Va ular bilan to'xtam tuzukdek unda saviyam yo'q. Shuning bilan o'ylanib qoldim men. Mush xavzutini cho'qqim yaxshi o'rgansam bo'g'dekchimi, bo'lmasa men bu yerda bu natib yemigdekman. Shunga musoq tugab, ziyofat tugadi, Urumchi qaytib keldim. Apam dadam xavz yo'q qilgan. Shuni apam dadamdan o'rgandim men. Apam meni qanday qilman, meni dadamdan, onda dadamdan deb o'rganib, shuni orliqda shuni bir telefon kelib qoldi. Bir Tayvanniki bir vasitchi. Shuni bilan telefon qilib, sen Shavkat Modi deya men desam, iqtisoding qanday? Sizlar boymi? Anda so'rayotgancha biz men faqat unda pul va bunda bolalarni yaxshi ko'rmayman. Mushtalaqa jafo tatgan iqtisod yaxshi emas, bolalarni o'zim bir qo'llab bunda tarbiyalaydigan deb. Hadizimda bizning o'yitkilar unda iqtisodimni yaxshi degan olmaydi. O'tira ol desam, undan so'ng shu Beyjing bir kep ketsan oldi deb deganda ma'qul. U vaqtida o'yitkilarda 1000 ko'p pul oldim men. 1000 ko'p pul deb u vaqtda aeroport chiqmayman. Poyezdga o'tdim. U vaqtida 100 necha ko'ymi, bilet. Birinchi qildigan ishim shu turadigan joy. Turadigan joy bo'lmasa, menga u boshqa ishlarni hal qilib bo'lmayman-da. Shuning bilan
Şu musaqtunuşqa ağıllarim batdı, şunun bilan işte tuzga yetip bəsən degan tema qo'lib, shu bejoniki shishidan degan yeri bor. Shu yerda bir iliqi yarasты o'yma. O derizmi yo'q-ki, shu undalam iliqi suxandaklamda kiriblam bir uy var-ki, bir karat qo'yib birdi-ki, uning derizmi yo'q. Chiqsangiz butun suv. Ikki tarafcha iliqi kirjiyotgan, suv to'kayotgan, işte. Vasitçi men telefon qildim, "Kelsan bu to'xtam tuzitayli" deb. Ha bo'ldi deb o vaqt to'xtam nima hali chiqmaganki, o qanday o'qib uni tushunib bilmay shuni dadam telefon qildim. Dadam işte kep ketsam bo'ldi, to'xtam tuzaydigan bo'ldim. O bo'ldi deb shunday xushal. Bu to'xtamda 5 yil tuzayotganmiz. Oldingi ikkinchi yili men %60% uning pul to'layotganman. Topgan pulimning %60%. Keyin 3-chi yili men %60% olganman-da. Dadam keldi ras. Dadam kelib shuni bilan bingvanda kelib seni aşağı o'rlashtirib qo'yay. Sen ya bolam, sen men ko'rib boqay. Qat'iy unmi dedi dadam. Ammo qo'l, sen bilan paranglashib yotayamsan deb. Akirsam. Kirib o'tirib, bolam sen mishada turatamsan deb. Bolam sen bu Şinjan'da bunda yaşaydın, unda yaşaydın. Bu yerga bunda japak tatib nimish qilasan, menga bo'ldi, Urumchi qaytayli bo'ldi deb. Shunga o arliqda apam telefon qilib qoldi-da. O'g'am bol nim bo'pti. Bu japa tatgan o'ylab qolmaydi. Bu kunlar yetakchida tirishsa degan yoqqa shunga bo'pti bolam, o'g'am bo'lgan tirishqin deb. Shunga arliqda o'ydikilar Şinjan ketdi. Ammo musaqdan keyin o'zimnayliqqa bir xilqa bir xollayning mingshigidek hisoblagan ekancha. Menga telefon qilsa, men izlamayman faoliyat deganni. Ammo xolonglarni men izlaydi deb. Öyle yatdim kunda yetib. Shu bir vaqtda bu kunlar o'tdi, yandik pul tugayotdi. Ammo qanday qilman degan o'ylar kiryotdi. Shu vaqtda bir vaqtida qanday bu WeChat degan narsalar o vaqt yo'q, shu uchur yo'llaydigan vaqtda. Shundan mening bir singlim bor. O yonda ish chiqibdi-ku. Da deyish ko'rib yazsam, tuyuqsizdan uchur yo'lladi. Aka bormi deb. Men bafkam desam, sening pul bormi dedi. Mening pul yo'q. Hamda men mo'liqqa 100 kerakda men bafkam seshiltimsa men sen avat beray dedim. Yo'q aka. Mush birinchi oylik pulimni olibdikanman. Sen avat beray. Sen bek chapatib ketdim. Ash yetib degan ko'zi chiqib degan yig'lab ketdim. Men nim japa bu yerda. Men nima ish qilib bunday olib qolman. Mushka singlimniki gapi bek ta'sir qilib ketdi-chu. Men ak turib buni yordam qilmay, bu menga yordam qildi. Men bunday qilsam bo'lmag'dak. Azroq natijani ko'riblam o'zim tashitib bunday qilsam men texmo keyinib ketib o'xshayman deb. Atishdan boshlab qaytadan rasm tushib, shu shirkatga berib, do'stlarimdan so'rab, men shirkat bilanni oshlarga berib, asta tunib. U musaqi bir qatnashib, bir televizorga chiqsangiz, faqat shu vaqtlam tunaydi sizni. Keyindan o siz sakni chiqqan sir tunaydi. Chiqmasangiz o bir qitimliq ko'rinishlar unutib qoldi. Shunga shu materiallarni ularga berib, bundoq faoliyatlar meni izlanglar deb shuninglar asta yaxshi bo'lib ketdi faoliyatlar. Kirimmi yaxshi bo'ldi. Undan keyin yana bir u uydan chiqib bir bola bilan birga tudimda. O vaqtida bir oylik degan 2500 qo'ydi. 2009-2010 yillarda o yer turib har bir faoliyatdan nima qilib bo'lgandan keyin o pulni aplam, o uyning pulini berib etsak, o'zimiz kiydigan pul yo'q, yo bo'lmasa tomoq yeydigan pul yo'q. Shu vaqtda beritib, esimni qilishcha oldi ko'p pul qolibdi-kan. Shu bir xo'jlarning biri sharbing deydigan, ichida kol go'shti, to'xu go'shti ashni olib 2 kun oldimda uni o'xshash 2 kun bo'lib yedim. Shuning oraliqda hamdaylik xazchini yaxshi qilmagandan keyin haqlarni masalan grimchik bo'lsa, apparatchi bo'lsa, ular yaxshi paranishaydi, songa ko'ngilingizga diyamagan. Shuninglar bir yoqdan ugunib, bir yoqdan shu
beden məşq qılıb. Şununla asta-asta o həvzü səviyyələrim östü. Ondan keyin o beden əlaqəni o beden şəklim o bağansı çiraylıq bulub o fəaliyyətlərim cıxlandı. Ondan keyin arlıqda şu bu kino sahəsindən bir xəbər gəlib qaldı da. İşte bir kino batdı. Fişonra adamız onu aldılar telefon qilib qo'ydi da bizga. Manda kiyim kiysa, kostyum kiysa, galstuk taqaysa deb shunlar maqola. Amda o'zimning iqtisodiy yaxshi bo'lmagandan keyin xalqdan kiyim jiyalab işte qilib bordim. Fasam shuni onun doyenni funshogantdi. Shundan 3 ma'lum o'tadi. Biz o'nimiz, o'g'amlar. İşte qatta tizliq. Men birinchi ekanman. Hamda shunda tamtirab tutuladiganni titrab degashda bo'lsin o'zimizni chandatmay işte turdik. Shuning bilan alaqanday undaq cho'ng'aliq rejissyorlarcha sizga unda ko'zi uchun unda qarmaydi, qattiqlam. Unda hammasini bir kechiraydi-da. Yag'rislardan qaraydi, shuning ha bo'ldi deydi. Shuning bilan chiqatdiqma. Undan yana bir tushkunlashib ketdik. Aslında bu artistlikka yaramaydi ekanman. O'zimni kasbini qilsam bo'g'dak. Shu uyimdan Ashega 28 kilometr keldik. Men DTga metroga o'tirib kelgan. Shu ochiqchilikda men mingib ketaman degan xayolda mingdim-da. Bir 2 kilometr mang'andan keyin telefon keldi. Sen Shavkat deb, ha desam. Sen mashina haydalamsan dedi. Ameliyat uqmayman, meni kinishgam yo'q. Men bilaman dedim. Bilmayman desam, bu ishim yo'q-da menga. O bilmayman desam, unda olsa, atat deganda manchida mayoq kelsa, shu yoqda surat olamiz dedi, ma'qulladi. Kinoda cho'ng cho'lponlar borda bir xil orzuyim bilan tank rolga chiqadigan o'xshayman endi. Texmoyliq cho'lpon bo'lib ketadigan o'xshayman deb. Ashu rejissorning shunday gapini oldim-da, nima ish qilsa shuni qilib Şununla amraq bo'lib qopti. Şununla o yerdan bir maydon suratni aytib qaytdim. Qaytgandan keyin atisi ham telefon qildi. Telefon qildi, yana bir amivartis. Shuni kappasan deb. O arliqda o'sha yenimdagi og'aylarim, o'sha Beijingdagi og'aylarim o'sha bir gaqib qoldi-da. Men dedim ularga, chaqiryotdi deb xumonga ahvolni. O ağalarım şunu olar sen degan bir shu mamlakat bo'yicha musobaqa qatnashqansan. Sening degan munda naming bor, unda naming bor. Chiqsang yo birinchi, ikkinchi yomda rolga chiqmamsa deb. Meni kuchga atib degan. Do o'ylab boqsam rost. Nima ish qilaman o amivartislarning ichida. Bamsam bu rejissor, uni rejissorning o ishi meni bir imtihon o'tgan men uni uqmabdim. Agar hozir qo'qtim bo'lgan bo'lsa, mayli kichik bo'lsin, mayli cho'ng bo'lsin, cho'qqim berib, butun kuchimdan bor ishlaydim-da. Lekin u fursat yo'q. Shuni buni yig'inchoqlab kelsak, siz har bir ish qilaman deysiz, o'zingizga ishoning. Yangiz do'stingiz mayli mimdisi chatqingiz bo'lsin, o'zingizning rasm bo'lsin, cho'qqim to'g'ri bo'lsin, to'g'ri yo'lda maqsadingiz bo'ldi. Anondan keyin Bağasır kendi yenip git barman. Bu iqtisodim yenip git bardı. Bu öydikilerden pul so'ray etsem xijil bo'laman. Bunda qilsam bo'lmoqdak. Men qayta uyg'onay juma. Men Beijing nemish qilib keldim. Bu pul topqil emas, o'zimni o'zimning millatini shu butun dunyoga tunishtiray. Ikkinchisi ota-onamning umidini yetib qo'ymayman. Shu oy bilan aş qaytadan shu yandagi do'stlarim bo'lsa hammani tashlab qaytadan ashulaqa Grimchikdaydi apparatchi mustaqilqi voschi shirkatlar bo'lsa ashlar bilan do'st bo'lib kunda ashlar bilan paranglashib shuning bilan undan yoq shu bir-birimizni tushungan yoqi bu faoliyat bu xizmat texmi ko'payib aşı qaytadan tirishib, aşı kechini kunduz bo'lib, kunduzni kechi bo'lib, ashta bir ishlab, aşı shu vaqt kelibdi-man. Arliqda yiqilib qoldim. Bu nima kasal desanlar,
badandan emas. Shu nerv jihatdan. Shu bir Lenshaniki bir kompyuter va ashnikiga dayan bo'lib qolgan dedi. Ammo qilib uni jami 3 kun tatdiq. Qishda u. Shuning bilan birinchi kuni atdigan soat 6da Beijing vaqti 6da turdim. Kech soat Beijing vaqti 4 kecha ishlayotdik. Ash kechida ham qo'saq osh, ham sug'oq birdan qarsam yurkim sap ketdi-da. Yiqilib qoldim shu yerda. Shuning bilan oshadilam doktorxonaga bordim. Borsam hammaring saqqa bek chachar ketibsa deb ishtanim qildi. Ash doktorxonaga 3 yildan beri temaras. Borsam hech qanday kasal yo'q. Nima kasal deganda shu psixik jihatdan bek charchab ketibdim. Shuning bilan mush 12-oyda qaytib keldim. Hozirgacha shundoq o'zimni uni demakchi o'g'lim har qanday odam bir ish qilmadi aytgansiz cho'qqim tan salomatligingizni yaxshi qilmasangiz bo'lmaydi. Sizning tan salomatligingiz yaxshi bo'lsa hamma ishlar yurishib ketadi. Hamda yig'inchoqlab etsak siz mayli o'zingizni yurtida bo'lsin, mayli boshqa yoqqa yurtda bo'lsin, mayli o'g'il bola qizol bo'lsin, siz nima ish qilgan bo'lsangiz shu yerda dasturishingiz kerak. Herkes o'zingizni qo'yib atmang. Bir qitim yiqilsiz, 2 qitim yiqilsiz, 3-chi qitim cho'qqim ko'kko'rlaysiz. Shuna hozirgi yosh bolalar deydiganim, mayli siz qancha javob atasangiz, o'zingizni qattiq qo'yib atmang. Cho'qqim tirishing. Javob atganda ana kalovatni ko'rasiz. Rahmat. Programımız bilen Şinjan İmran Xalqaro Savdo şirkati alohida hamkorlashgan. Bir ne'mat bar karomat, lazzati bar alomat, pokizligi quvvati bizga rohat, farog'at. O nima? U nimada? Misran qaysi? To'g'ri, topdingiz. Wow! Nimanda qatiq bu? Misran yurishli qizlari ishonchli go'sh, esil xurishlar, yuqori saviya va a'lo sifatda mujassamlanib, aqida va samimiyat qo'shib tayyorlangan esil yemaklik. Misran qizlari. Bala quvvat qiladigan yanada misran qizlari. Qutyardan yangi bir qadam, shonliq natija Aqsu Qutyar zavodi dag'dug'liq ishga kirishtirildi. Yangi Qutyar zavodi ilg'or mashina uskunlar, inchki ishlab chiqarish liniyasi orqali turli tam, har xil shakldagi Qutyar savdo usullarini xalqimizga sunib, xalqimizning umidini oqladi. 13 yillik arzu, 13 yillik Qutyar. Sifatga ilgirkilikli qo'yilgan yuqori talab texnik keng, ozod ishlab chiqarish muhiti Qutyar zavodining yangi afzalligidir. Qutyar xalqimiz uchun hamon bejondil xizmat qiladi. Esil tam, esil ichimlik Qutyar. Tağның zinneti Kur'an taş, tenning zinneti körgen çaş. Güzellik tabiilikki bağlıq, körkem çaş pervişki bağlıq. Sizning çeçinizga mos keladi. Ben çaşlarımla asırayım. Çaşlarımga Şahla çaş doktoru hamra. Şahla çaş doktoru yürüşlük çaş asrash buyumlari. Qadimiy Ipak yo'lida ajoyib bir bozor bo'lgan. Sharq va g'arbdagi savdogarlar mushu zaminda jam bo'ladi. Ularni jam qilgan Qaydo bozoridagi har xil xurishlar edi. Qaydo xurishlarining lazzati bugungacha keldi. Qaydo bir mahsulotla emas. Qaydo bir madaniyat. Qaydo yurishlik mahsulotlari. Növbetdeki basqıçda vekiller sual so'raydi. Merhamet. Assalomu alaykum, ko'rmanlar, Shavkat. Mening ismim Aji, o'zim bir tarjimon. Sizdan so'rmoqchi bo'lganim, bayonlayapti dedingiz-ku. Sizning mikrobilikni chiqargan uzun yo'lda safarda sinildi do'st degan kun tushganda beshingga shu uchun men o'lib tirildi do'st degan bir ko'rdimchu. Siz bayonlayapsiz o'zingizmi dedingiz dostum, manda dostlarım ana deb. Siz bilan bir o'rtoqlash baxtini do'st degan qanday bo'ldi? Shunda haqida sizlar bir baxtini. To'g'ri, biz do'st tutamiz. Herkes dushman tutmaymiz-ku. Do'st uchun oldi bilan o'zimiz chuqur samimiy, rostchil bo'lishimiz kerak.
Shunda bo'lgandan keyin andan keyin biz shu do'st jarayonida o'zimizning do'sti bilan texmo tushunishish andan keyin biz faqatlam malaqandak so'rinda yo bo'lmasa manfaat jihatdan unda do'st tutmaymiz. Ko'nglimiz bilan, yuragimiz bilan masalan siz bilgan ko'nglingiz shunday yerim. Ya bo'lmasa siz bilgan bir xato yo'lda bo'lib qolgansiz. Agar sizning haqiqiy do'stingiz bo'lsa, mushu adash sen bunda qilding. Bunda qilsang bo'lmaydi. Sizni yig'latgan do'st bo'lsa, yig'iltirib aytgan do'st bo'lsa, haqiqiy do'st bo'ldi. Siz masalan, bo'ldi adash, shunda yaxshi qilding sen. Texmo, amishda o't, unda degan gap do'stingiz bo'lmaydi. Shunga birinchisi shu, o'zimiz oldindan samimiy bo'lishimiz kerak. Andan keyin biz texmo yaxshi do'st tuta olamiz. Assalomu alaykum Shavkat. Alaykum assalom. Adila. Bu savol balkim sizning shaxsiy teptishlik bo'lishi mumkin, biroq men bekim so'rag'im bor. Sizning qiz do'stingiz qachon chiqqan sizga xushjalibkor kelishgan deyman. Sizning go'zallik degan bu uqumga bo'lgan ko'z qarashingizni anglab boqsam rahmat. Men mush kasb jihatda bo'lsam bakkaliq o'zimni o'rgatgan bo'lganligim uchun hozir qiz do'stim yo'q. Agar men tepib qolsam oldilar shu tashqi go'zal emas, ichki go'zal. Ichki go'zaldan keyin tashqi go'zal bo'lsa, ikkisi birlashsa haqiqiy go'zal bo'ldi. Masalan, bizning ishdan musoqatlanishimizga buning o'rniga har xil turlar bo'ldi. Sizniki sopal jihatdan, işte gap qilish jihatdan, yo bo'lmasa bu tashqi go'zalligiga eng aqsi bo'ldi. Shunga biz odatda musoqatlansak 3 oy, yo bo'lmasa 6 oy. Bu nima qilishda uzoq degan chog'da bu shu ma'lumlar biznicha ko'zda oldirmay. Ma qanday qotidi? Ma'no yurishtirish qanday? Shuning uchun mushalaqa dunyo bo'yicha go'zalliklar musoqasima shuning o'xshash. Siz oldidan o'zingizning saposi, anon ichingizning go'zalligi go'zal bo'lsa, anoniki onun qo'shilib tashqi qiyaptingiz go'zal bo'lsa, siz texmi go'zal bo'lasiz. Shunga meni javobim. Assalomu alaykum ko'pchilik. Assalomu alaykum Shavkat aka. Alaykum assalom. Men ham Uyg'ur modellarini ham yoqtirgan modellardan birisiz. Sizniki tarjimoningizga qarasam, siz eng yoqtirgan cho'lponlarni orasiga shun xo'ngli deb kirib kelgansiz. Buning ham sababi nima? Menga shuni tushunib boqsam. Abay deb o'tdim Finshog'niki, rejissyorniki kino filmida ishda bir shopir oldim degancha. Odatda biz turmushimizda naqshchi bo'lsin yo artist bo'lsin, yo rejissyor bo'lsin, yo bo'lmasa ish qilib azroq natija erishsaklamchi o'zimizni bilmaymiz-chi. Men bundag'i deb. Bizdan to'g'rak odam bo'lsa, ha, bundacha. Ashta mijozimiz bor, turmushimiz haqiqatan. Shunga men butun jungo tunilgan bir cho'lpon. Menga bergan muomalasi bir xil 5-6 yillik qadinas og'inlardek shunda bir xil muomala qilib ketdi. Men unda shuni boshlab o'ylab qoldimda, asli bunda ekan, biz azroq natija erishib bilan o'zimizni bunda cho'ngchoqlab olsak bo'lmaydi ekan, cho'qqim kichik bo'lishimiz kerak deganni o'rganib oldim emasmi? Shunga men shu deydiganim hamda mayli har sohasi bo'lsin, siz natijani qozonib o'zingizni bek cho'ng ko'may, cho'qqim kichik bo'lishingiz kerak. Kichik bo'lgan chog'da anonki siz texnik yuqori o'rlaysiz deb o'ylayman. Assalomu Shavkat. Men Shinjan xalq radio stansiyasi 92.4 Xanzochi chastotining riyosatchisi Gulchehra Ahmad. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Mening bir mundaq savolim bor, qarang. Men ayni vaqtda model mangan, shu mushkasini qilib baqqan. Albatta, o'riq vaqtimda, lekin bir mezgil qilgandan keyin cho'nglar qo'llamagan meni. Buni qilsangiz bo'lmaydi deb. Shinmanki hozirgi jamiyatimizda bizniki yoshlarimiz, qiz yigitlarimiz mush kasbni shunda qiziqdi, shunda yaxshi ko'rdi. Lekin cho'nglar, "Voy, nima ish qilsa buni?"
Buni mu qilamdi kasb qilib deb mundaq o'tib qoldi. Siz buningga qanday qaraysiz? Shuni bir anglab baqsam bo'pti ekan. To'g'ri, bu gapni shu model bo'lish shu jarayonni bekcha anglab ketdim. Birinchisi bu model degan har xil turlari bo'ladi-ku. Ya'ni skin model, tashqi model, mashin, anondikin har qanday turlari bekcha. Masalan, o'zimizning suvosimi har qanday millatning kiyimlari bor-ku. Uni kiyib, usul o'ynab, uni shu badan harakati tili bilan ifodalab beramiz. Bizning modelimiz shu. Biz faqat bu kiyimni kiyiblam, shu har qanday kiyimning madaniyati, anondikin shu hissiyat jihatdan olsun aştay. Biz degan faqatla bundan mağmız, rasm tushimiz tugaydi, xolos. Shunga bu cho'nglarning deydigan ras, pek mo'liq qo'llab ketmaydi. Meni demoqchi o'g'lim hamda bundan keyin shu mendan kichik do'stlarimga, singlimga, inimga bo'lsin, agar model bo'laman desangiz, o'zingizga xos tarafni tanlab, texmi tirishib texim taraqqiy qilsangiz, texim yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Shunga bu cho'nglarimiz deydiganimiz ham bu kasb shu usulga o'xshash. Hammamiz o'xshash saknda. Rahmat. Mening siz abay model mangsak o'xshamaydigan bir jalobkor bir hissiyotni ifodalaymiz dedingiz. Mana bizning sahnamiz mishada turibdi. Biz hammamizga bir ming pasangiz qandaq? Bo'ldi, chatoq. Bu programmani o'zining alohida mahsuloti Imron Sap Shotut sharbetini bozorga solgan korxona Xinjiang Imron xalqaro savdo-ichkilik shirkati alohida talab qilgan. İtaliya kalı güç qaklımısının bir 80% pişirilgan bo'lsa. Bo'ladi efendim. Gretsiya köksey salatıdan birini limon balchiq silib. İçimlik iço. Ko'nglim shu topda huzuriy yurakka boradigan İmron Shotut sharbetini tatib. Sizlarning bu yerda bormidi? Albatta. Taomlar tizimlikka, ichimlik yurak yizilgan bo'ladi. İmron Shotut sharbeti naq yurakka boradi. Tağның zinnati Qur'on tosh. Tanning zinnati ko'rkam chosh. Go'zallik tabiiylikka bog'liq. Ko'rkam chosh tarvishga bog'liq. Sizning chechingizga mos keladi. Men chochlarimni asrayman. Chochlarimga Shahlo choch doktori hamroh. Shahlo choch doktori yurishlik choch asrash buyumlari. Aka qiziyman. Jabra qizlarim shu. Mo'limat, yuring afkularım. Opa qizdan olaymi? Ag'in o'g'lim. Keling hadan yaxshi turib-atamsiz. Xeyli yaxshi. Shira bolam. Taliyam keling. Bolam buni tushirib qo'ydi. To'xta sizga. Yana birini olaychi opa. O'zi tez bo'lgin. Ko'p o'tdingiz. O'zing yegin bola. Rahmat sana. Aqlli o'g'lim. Yaraysa. Yegining lazzat, so'ng'ining himmat bo'lsin. Jabran qizlari. Xinjiang Kundiyar Biopentexnik çaylik şirketi su tarkibidagi har xil ziyonli moddalarni suzib chiqarib etish bilan birga suv tarkibidagi foydali elementlarni saqlab qolish iqtidoriga ega bo'lgan. Odam badaniga zarur bo'lgan yod, xrom qatorliq mikroelementlarni qo'shish va suvni magnitlashtirish texnikalari qo'llanilib ishlab chiqarilgan, sufti tabiiy buloq suviga eng yaqin bo'lgan suv ishlab chiqarish iqtidoriga ega Zaytun buloq markali tabiiy suv tozalash uskunasini ishlab chiqardi. Zaytun buloq suv tozalash uskunasi sog'lomligingiz uchun oqilona tanlashdir. Aloqalash telefon nomeri 0931 855 0333. Assalomu alaykum Shavkat aka. O'zimmi bir model bu kasbga shunchalik ishtiyoqim bor. Sizmi ishkiroliklar shuncha yil modellik qilibsiz, shunchilgan g'albilarni qo'lga keltiribsiz. So'rab baqsam sizning bundan keyin qanday planlaringiz bor? Hozir men abay deb o'tdim-ku, shu bir og'rib yetib qoldim. Shuningdan beri oldimki, hamda
tan salomatlikcha bak muhim narsacha shu oldidan shu o'zimni bir yaxshi davolab oldicha yaxshilik demeli o'zimni bir ruslab olgan ekan yo shu bejon qaytib borman yo bo'lmasa shu o'zimning yurtida bir shirkat ochmoqchichu shu bundan keyingi modli qizsandek modli qiz qilganlar qiz bo'lsin o'g'il bo'lsin kichik bo'lsin cho'ng bo'lsin shularni bir tarbiyalash shu bir orzuyim borda shunga bundan keyin texmo mendan yaxshi mendan ilg'or mushtaq o'quvchilarni tarbiyalagim bor shu bir orzuyim bor andan keyin shu Şinjandagi shirkatlar bilan bir hamkorlashsam deb orzuyim bor. Yaxshimisiz Shavkat? Mening ismim Gulxumor. Men oliy maktab o'quvchisi, o'zim darsdan sirt modellik kasbi bilan shug'ullanaman. Yana bir qiziqishim bo'lsa, odamning qon tipi qarab turib, shu odamni tafakkur qilma. Bilishimcha siz AB qon tipi deyman. To'g'ri. AB qon tipidagi odamlar odatda alaylik bo'lsa aqlona, istashchanligi kuchli, kamchilik bo'lsa sapra mijoz. Siz o'zingizni shu xil tipdagi odam deb qaraysiz? Haqiqatan saprachi mizojim. Hamda buningdimi ko'p jiq ziyonlar tatib ketdim. Masalan, shu xizmat jihatdan bo'lsin, shu musoq tugablam, shu faoliyat xizmat izlaganlar bor emasmi? Mushtaq rasm chiqmagan bo'lsam, qancha pul tushsa bahasini deyishayli deb hamda u vaqtida yangi bo'lganiki u momayaning bahasini u yaning bahasi o'xshamaydi shuni man o'qimayman san degan deb uning atib qo'ysam shuni bahasini sal deb ozroq deb qo'ydida hamda u vaqtida kallam hamda man degan manda bir mamlakat bo'yicha musobaqa qatnashib munda bo'lgan desam sen meni zongli qilyapsan yo'q ular bilan so'qishib degan telefonni degan dunyo urushib ketdi shuninglar shuninglar u yo'q u xizmat yo'q shu nemish yo'q shu mijozim bilan yo'qotdim man shuni agar unda qilmay yaxshi paranglashib bunda qilsak bo'lmaydi mana qayta maslahatlastak bo'lamdi degan yaxshi açıqlamayçu özümüzni besilib bunday gap qilgan bo'lsam bu ishlarni yurishib ketdi deydilar texmo sizni izlaydigan odam texmo jiqlab anotki ishlaringiz texmo olg'a besib ketadi shunga bir ish qilmoqchi bo'lsak bunday mijozimizda hamda har bir odamda o'zining kamchiligi bo'ldi hamda shu har bir ish qilgan chog'da o'zimizning shu kamchiligini bilib turib o'zimizni besib olib turib shu bir ish qilgan chog'da ishlarimiz texmo yurishib ketdi deb o'ylayman. Yaxshimisiz Shavkat? Men Xotan shahridan Amanisa Abdus bo'lman. Yaxshimisiz. O'qish bitirib, orzuyimni amalga oshirish uchun Urumchida qilish tanlagan. Bu jarayonda mayli xizmat va yoki turmushda bo'lsin, oz bo'lmagan qiyinchiliklarga yo'liqdim. Qandaqli bo'lmasin, kishi boshqa yurtda ba'zi vaqtlarda pek yolg'izlik his qildi ekan. Qarasam siz Beyjingda menga o'xshash qiyinchilik ham xilma-xil kashmishlarni boshdan kechirib o'tibsiz. O'z yurtdan ayrilib, o'zga yurtda g'oyaga yetish uchun tirishayotgan yoshlarga qanday yurak so'zlaringiz bor? Mushu bir biz so'zlab bergan bo'lsangiz rahmat. Mushu model kasbida uzoq yil bo'ldi bang'ili hamda bu arliqda chiqib mushu o'zimning mushu yurtida qildim. Hem yoqi yurtida qildim. Hamda o'zingizning yurtida o'zingizning ota-onasi yo bo'lmasa do'stlari bo'lgandan u ancha bilinib ketmaydi ekan. Yoqi yurtda bo'lgancha o'zingiz yolg'iz. Bir paranglashaydi desangiz odam yo'q. Bir issiqroq tomoq yeydi desangiz umi yo'q. Shuning bilan birinchi javob nimani sevgandim desam, opamninki tomoqini sevgandim. Biz uyda bo'lsak, men buni masalan mush tomoqni issiq akab bersa, ya yaxshi ko'ramiz, ya yaxshi ko'rmaymiz. Deymizda o kichiklikda. Bu yemaydim, yegim yo'qdi, tomoqni yegim bor dedi. Lekin u yoqqa borsangiz-chi, unda deydigan fursat yo'q. Qo'rqdan yeysiz edi. Shunga birinchi javob opamning tomoqi ko'z oldim kelib ketdi-da. Ayni vaqt opamni nemish qashtar degandim-a. Hamda bilindi mana. Undan keyin abaytab o'tgandek shu iqtisod jihatdan
turuşluq joyda yatdim, hamma yerdan chiqib japoat tatdim. Shunga o'sha siz nada bo'ling? Qonun ko'ksimizcha to'qroq bo'lish kerak. Anondan keyin mayli japoat tatsak, siz cho'qqum japoat tatdingiz. Siz cho'qqum kayindan alovatni ko'rasiz. Siz nada bo'ling? Siz nima ish qiling? Bir nishon tutdingizmi? Cho'qqum olg'i tirishib, olg'i besang. Rahmat. Demek biz hammamiz har xil usulda, har xil nishonda yashaymiz. Yashashdan maqsadimiz birla, o bo'lsa-mu baxtli yashash, ha. Shunga baxtni izlashning yo'llari har xil. Ammo yetadigan maqsadimiz bir xil. Yuqoridagi Shavkatningki nurg'un bayonlarini yoshlar balkim oldinglar. Ba'zinglar nurg'un ta'sirotlarga ega bo'ldinglar. Demak, Shavkatningki izlanish jarayonlari, bayonlari bizning yoshlarimizga o'ziniki hayot mavqalarini to'g'rilab, kishilik qimmat qarashlarini texmo ilgari surib, o'ziniki yangi nishonni belgilab olg'a ilgarilashda turtkilik rol o'ynashini umid qilamiz. Ko'pchilik rahmat, kelar sonni ko'rishaylik. Rahmat.